Assalomu alaykum. O'tgan darsimizda biz kolonnani o'tgandik. O'sha darsimizda biz ikkita armaturani ulanishini naxlos qilib olgandik. Shu naxlos qilib oldik. Uni bir necha turlari bor ulanishi. Hozir men sizlarga o'shani ko'rsatib o'tmoqchi edim. Endi biz ertaga naxlos qildik. U uchastka bo'lgani uchun, armatura secheniyasi kichkina bo'lgani uchun joyda qurilishda uchastkalarda naxlos qilish osonroq, чем boshqa ulanishlarga nisbatan. O'shaning uchun naxlos berdim. Endi qolganlari masalan vannichka bor. Qanaqa bo'ladi? Mana ko'rib turibsizlar. Listdan olinadi, keyin svarkada quyib ulanadi. Normativlarda bor. Listdan 8 talik bo'ladi. Uzellarimiz bor. Keyin o'sha biz bergan naxlosimiz 40 diametr u seysmika agar sechenadagi armiyani 3% dan oshsa, o'sha bu 40 diametr yana 30% ko'paytirib, где-то bir 52 diametrda bo'ladi. Ulanish endi bizda kam bo'lgani uchun diametr olurdik. O'shanga qarab bu ham ko'tarishi mumkin. Keyingisi hozir endi bizda keyin tarqalayotgan mufta yordamida ulanishi. Bu mufta ikkita prodonli armaturaga rezba ochiladi. Mufta bo'ladi. Muftaga ikkita tomonidan kulishda qisiladi. Shunaqa soedineniyasi ham bor. Keyin tarqalgani o'zimizni anaqa usuli nakladka. Bitta рабочий prodonli armatura qo'yib, bitta yonidan o'sha ulanayotgan рабочий armaturani diametridagi nakladkani olib, ikkita tomonidan qo'yib, svarka qilish usuli bilan qo'tirilishi bor. Bular hammasi asobiyalarda berilgan. Shuni aytib o'tmoqchi edim sizlarga. Bularni yana rasmlarini, qurilishda bo'lgan rasmlarini, holatini, har bittasini muftaniki bor yoki vannichka, naxlos, nakladka hammasini Telegram kanallarimizda tashlab boramiz.